har bir tabrik. Bu mehrning ovozi. Tabrik vaqti Sizlar bilan go'zal va betakror ovoz sohibasi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muborakxon opa, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Tanimadim. Opajon, sog' bo'ling. Avvalambor sizni bugungi go'zal ayyomlaringiz, hayotingizdagi eng unutilmas kunlaringizdan biri bo'lmish Rasulimizga ummat bo'lgan muborak shukrona kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ayni daqiqalarda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Dil izhorlarim loyihasi va boshlovchisi mashhur Jahon bo'laman bezovta qilmadimmi? Yo'q, bezovta bo'lmadim. Rahmat opajon, bugungi go'zal ayyomlaringiz munosabati bilan loyihamizga bir yaqin insoningiz tomonidan siz uchun yo'llangan chiroyli tilaklar, samimiy tabriknomalar kelib tushgan ekan. Shu maqsadda siz bilan bog'landik. Rahmat. Sog' bo'ling opajon, nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir yaqiningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Yaqinlarimdan o'g'lim, kelinim, qizlarim. Albatta, mashalloh. Bugungi ayyomlaringiz munosabati bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, shu jumladan o'g'illaringiz Lazizjon aka, qizlaringiz Husnidaxon, Dilbarxon opalarimiz, nabiralaringiz Madinaxon, Latofatxon, Muhammad, Azizjon, Nodirxon, Dilnosaxon, Abdulloh hamda barcha yaqinlaringiz nomidan bitta-yu bitta keliningiz Layloxon tabriklayaptilar. Rahmat. Sog' bo'lsin, baxtimga hammalari yaxshi yursin, umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim aytganingiz Hammalari kelsin. hojatda bo'lib yursin. Ilohim onajon aytganingiz Hammalariga kelsin. rahmat, sog' bo'lsin. Baxtimga yaxshi yursin. Baxtimga hammalari sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Hammalarini yaxshi ko'raman. Mashalloh, ko'z tegmasin. Onajonimiz hozirda musofirdalar, lekin shunday bo'lsa-da, g'oyibona bo'lsa-da, ularga chiroyli tilaklarimizni yetkazib bering opajon deya biz bilan bog'lanibdilar. Ruxsat bersangiz, ularning dil izhorlarini o'qib eshittirib qo'yamiz, qabul qilib olasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Yuzlari nurligim, so'zlari chiroyligim, tillari zikrda, qo'llari hamisha duoda, qalbi sog'liqda bo'lgan qadrli onajonim. Avvalambor sizni bugungi Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'ling. Yuz yoshlarga kirib yurishlikka Alloh nasib aylayversin. Onajon, Allohning ishlariga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Alloh mehribon, negaki hayotimda berilgan mo'jizalarning eng go'zal hadyasi bu mening oilamdir. Sizga mana shunday mehribon turmush o'rtog'imni dunyoga keltirib, tarbiyalab berganingiz uchun mingdan ming rahmat aytaman. Boringizga shukr onajon. Alloh sizni menga qaynona qilib emas, ona qilib tayinlagan kunlarimga shukrlarim bo'lsin. Jannatlarning to'rida eng yaxshi qaynona kelinlar uchun taxt bor ekan. Ilohim o'shanday taxtlarga loyiq bo'lishlikni, birgalikda o'tirishlikni Alloh nasib etsin. Onajon, yangi kelin bo'lib tushgan vaqtlarim bilmaganlarimni o'rgatgansiz. Hech yomon so'zlar so'zlamagan, doim ko'nglimga qarab e'zozlaysiz. Har qanday masalada yaqin olib maslahatlashasiz, sirlashasiz. Qalbim darddan ozor chekkanda dardlashuvchi darddoshimsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Hamma qizlarga ham sizningdek yaxshi qaynonalar nasib etsin. Doim sog' salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman. Dunyolar turguncha turing. Ilohim bizning farzandlaringizning, nabiralaringizning baxtu kamolini ko'ring. Allohim Ka'batullohlarga takror va takror chorlasin. Qalbingizda ushalmas armoningiz qolmasin. Yuzingiz hamisha kulib tursin. Ko'zlaringiz yoshlansa faqatgina baxtdan, shodlikdan yoshlansin. Sizga hamisha yaxshi kunlarni sog'inib qolaman onajon. Yana bir bor tabriklayman. Tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Deydilar tuqqanmas, boqqanlar ona. Mehri farzandiga oqqanlar ona. Aslo demaganman sizni qaynona, uyimiz qo'rg'oni, farishtam onam. Bitta yaxshiligim ming deb aytasiz. Qilgan kamchiligim ko'rmay o'tasiz. Bilaman, hammasini birdek sezasiz. Uyimiz qo'rg'oni, farishtam onam. Taqdirdan roziman yana.
sizni hayotimga qildi hamxona. Allohdan tilagim bitta yagona, mehrimiz so'nmasin o'rtada ona. Allohimga shukr, shunday yor berdi. Yana bitta oila-yu ona ham berdi. Mehringiz oldida ta'zim aylayman. Siz mening qaynonam emas, onamsiz deyman deya samimiy tilaklarga yakun yasabdilar. Rahmat kelinimga ham rahmat. Kelinim tilla yaxshi. Rahmat kelinimga. Qizimdek ko'raman. Kelinmas qizim menga. Rahmat opajon, sog' bo'ling. Bugungi ayyomlaringiz bilan sizni men ham chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Allohim barcha yaxshi niyatlaringiz ro'yobini bersin. O'ylagan hamma orzu istaklaringizga yetkazsin. Ilohim mana shunday orzu istakli kunlaringiz, yaxshi kunlaringiz hayotingiz davomida ko'p bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat opajon, siz uchun atalgan yana bir Rahmat Mashrohaman. Rahmat. Siz uchun atalgan yana bir sovg'amiz bor. Chiroyli bir taronamiz keliningiz tomonidan yo'llangan. Dasturlarimiz davomida kanalimiz orqali tinglab bahramand bo'lishingiz mumkin. Rahmat. Ishlarga omad. Hamisha sog' salomat bo'linglar Mashrohaman. Rahmat opajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. Opajon, yana bir bor tabriklaymiz. Tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hammalaring umrlaringiz rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Rahmat. Mashrohaman. Rahmat, sog' bo'ling opajon.